Bunisi arzonidan ham arzon narxda deyiladi. Birinchi qavat duplex xonadon 118 kvadrat tayyor mebel texnikalari bilan. Samый главныйsi kadastrlar tayyor. Podyezddan shunday eshikdan kirdik, bu tarafda stroyniy mebellar qilingan, ko'rasizlar. Bu hozir so'kinli qavatda turibmiz, kattagina hol bo'ladi. Mana ana burchakda sanuzel. Kuxnyani ko'ryapsizlarmi? O'tirib ovqatlanish uchun ham sharoitlar bor. Kerakli hamma mebel texnikalari qo'yilib ketilgan. Uni yonida bitta yotoqxona, spalniy bo'ladi, ko'ryapsizlar. Oyoq teglari cho'pli pol va batareya yordamida isitiladi. Hamma mebel texnikalari bilan narxini eshitsanglar qoyil qolasizlar. Birinchi qavatga shunday ko'tarilamiz. Shunday ko'tarilamiz. Bu yoqda ko'rasizlar, uголок qo'yilgan TV zonasi. Podyezddan kirib kelish. Birinchi qavatda aytgandek, so'kinli qavat duplex kirdik. Mana bu yerda sirazi sanuzel. Hojatxona, yuvinish xonalari joylashgan. Uni yonida yurib kelar ekanmiz. Mana bu eshik bitta yotoqxona. Yonida ikkinchi yotoqxona bo'ladi. Spalni ko'rasizlar, hech qaysi xonada glufo emas. 118 kvadrat metr. Narxiga keladigan bo'lsak, har bir kvadraturasi $846 dan to'g'ri kelyapti mebel texnikalari bilan. Вообще zo'r. Umumiy narxi $99,900. Toshkent shahar Shayxontohur tumani Ibn Sinoda joylashgan. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalida. Shuni telefon qilib baraka qilinglar.